Shovot tumanida ushbu Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilganligi aniqlandi. Kuni kecha Shovot tumanida ushbu Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilganligi aniqlandi. O'rtoq haydovchi yana Shovot tumanida boshqaruvimizda bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina bilan yo'l bezorisi qoidabuzarligini sodir qilgansiz. Necha marta ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlikka chaqirib turibmiz, tushuntirish ishlarini olib borib turibmiz. Nima sababdan shu qoidabuzarlik sodir qildingiz? Zo'ram to'yna boraylik shu. To'yda shunday bo'ldi. Boshqa takrorlanmaydi. Boshqalar ham tavsiya etilmaydi. Chora ko'rildi. Aytgan ishimdan pushaymonman. Yana hozir sizni qoidabuzarlik tarixingiz o'rganilgan vaqtda joriy yilning shu davr mobaynida 10 marotaba qoidabuzarlik sodir qilgan ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shundan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib olmadingizmi? Endi hozir ushbu qilgan qoidabuzarligingiz bo'yicha meni sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi sizning xatti-harakatingizga. Haydovchilik guvohnomangizdan mahrum qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Yaxshimi shu qilgan ishingiz masalan? Yo'q. Belgilangan tartibda ushbu haydovchiga nisbatan yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda, ayniqsa to'y marosimlarida yo'l harakati qoidalariga va transport vositasidan foydalanish qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi.